Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bu yashuvni ishlab chiqaruvchilar Bahodir aka reklama qilib bering deb chaqirishgan edi. Men 10 tasini olib keldim-da, obdan oldin o'rganishga harakat qildim. Qanchalik bizaga bu qulay. Qadrdonlar, kecha qulupniylarni hosilini yig'ib, bozorda tarqatadiganlarni ham olib kelganman. Chaqirmancha maslahatlashdik. Hozir mana shu videoning davomida suhbatimizni ham qo'yib yuboraman. Qobiljon keldilar. Kecha qulupniylarni sortirovka qilayotganimda, yashuvga joylayotganimda Qobil yonimda o'zlari yordam berdilar. Buni afzalliklari to'g'risida gaplashdik. Qobil, nima deysiz? Afzallik taraflari bu qulupnayni terishga ham oson ekan. Bitta terib ketasiz, ezilmaydi. Sразу joyida terasiz. Sredniy, atbor, mayda qilib terib, bozorga olib borishga ham qulay ekan, mashinaga taxlashga mana. Zo'r chiroyli bo'lar ekan. Shu menga yoqdi bu yashingiz. Biza oldinda mana bunaqa to'g'rilarga teramiz-da doim. Hozir ham bor, juda ham ommalashgan. Chet ellarni ko'radigan bo'lsak, maxsus har bir kalibriga alohida idishlarni qo'yib olib, hosillarni terib, kalibriga qarab olib borib topshiriladi. Va hosillar ob'yemi ustma-ust mana shu yerda necha qavat bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? 5 qavat, 6 qavat, 7 qavat. Bu qavati qulupniyni katta kichkinaligiga qarab 10 qator ham bo'lib ketishi mumkin, nima aytasiz? Mana 3 qator mana shu yashiga tushyapti. Hozir men buni kecha sortirovka qilib soldim, bozorga olib boraman. Xudo xolasa bozordagilarning fikrini ham eshitamiz. Yashining qulayliklari tarafidan. Va yana bitta o'zim uchun kecha o'yladim, agar hosilda terayotganda birato'lasi bittasiga yirigini, alohida maydasini teriladigan bo'lsa, ha deb hosil urinavermaydi. Bizda hozir o'zimiz qiladigan ishni aytaylik. Hosilni terib chiqamiz-da, keyin qo'yib olib sortirovka qilamiz. O'sha ikkilamchi ishdan qutulinadi. Yirigini terib olindi, sredniyni terildi, maydani terildi, yashillarni mana shundoq qo'yildi. Mana shu yashi o'rtacha 20 kiloga mo'ljallangan. Agar 20 kilo tog'oraga qulupnay teriladigan bo'lsa, mashinada ancha-muncha joy egallab qo'yadi. Menga sizlarning fikringlar juda ham muhimda. O'zingizlarning fikringlarni yozinglar kommentariyada. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu yashikka o'tsak, o'zi bizada mana shu qulupnay sohasida ancha yengillik bo'ladimi bizaga? Qadrdonlar, mana bunaqa tog'oraga aralash qilib terilib sotiladi. Kimlardir sortirovka qilib sotadi. Aralash qilib terilganda olib sotarlar ko'pincha buni olishda narxini pastroq urishadi. Nimagaki, bu yerda atbor qancha chiqadi, sredniy qancha chiqadi, aniqlik bo'lmagani uchun minimalni o'zlikisini zarar qilmaydigan darajada foydasini chiqarish kerak ular ham. Narxini pastroq aytishadi. Mana bu yashillarda qadrdonlar, yirigini alohida, o'rtachasini alohida, maydasini alohida qo'yib, bemalol o'sha paytdagi atborni, sredniyni, maydani narxiga qarab to'g'ri topshirasizlar. Olib sotarga ham, sizga ham yaxshi bo'ladi degan niyatdaman. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar yashik qiziq bo'lsa, ha qiziq deb yozinglar. Men keyingi videoda mana shu yashikni ishlab chiqaruvchini kontaktlarini qo'yib, даже borib zavodidan sizlar uchun syomka qilaman. Qadrdonlar, upakovkamizning narxi tog'oraga qaraganda ancha arzon. Zavod Bektemirda joylashgan. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.